Hammaga salom. Bugun bizda sizlar bilan 4-darsimiz. O'zi sizlarga darsi tushunarli bo'lyaptimi? Sizlarga darslar yoqyaptimi? Izohlarda обязательно javoblarni yozishni unutmanglar, chunki men shunda bila olaman, motivatsiya bo'ladi. Keyingi dars chiqaraymi, yo'qmi, shunga qarab men darslarni dalishib olib boraman. Agar sizda qandaydir savollar bo'layotgan bo'lsa, darslar bo'yicha yoki nimadir tushunmayotgan bo'lsanglar, meni o'zimni kursim bor. U yerda siz rus tilini tez va oson, qisqa vaqtda o'rganishingiz mumkin. U yerda rus tilida hamma mavzular, rus tilida gapirish uchun hamma kerakli bo'lgan narsalar bor. Shuning uchun u yerdan sizlar javoblarni topishingiz mumkin va agar savolingiz bo'lsa, kursim bo'yicha men sizlarga silka qoldiraman. Ilova orqali o'tishingiz mumkin. Ism va familiya va raqamlarni yozib qoldirsangiz, sizlarga to'liq ma'lumot kurs bo'yicha berishadi. Поехали. Bizni bugungi mavzuyimiz bizada винительный падеж. Винительный падеж o'zi bu nima? Demak, bu bizada kelishik hisoblanadi. Rus tilida kelishiklar bu падежи. Demak, agar bizada винительный падеж keladigan bo'lsa, birinchi savolimiz это кого? Ya'ni kimni? Men yozib qoldiraman. Kimni? Keyingi savolimiz это что? Demak, nimani? Uchinchi savolimiz это когда? Когда degani bu bizada qachon. Demak, imенно qachon kelganida bizada hafta kunlariga nisbatan qo'llaniladigan savol винительный падежda ishlatiladi. Dni недели deb yozib qo'yaman, hafta kunlari. Dni недели. Demak, вообще bizada винительный падеж o'zbek tiliga tushum kelishiga bo'lib tarjima qilinadi, lekin faqat ikkitagina savolda. Bu как кого и что. Qolgan savollarga уже винительный падеж как tushum kelishki formasida kelmaydi. Shuning uchun o'zbek tili bilan rus tilini iltimos taqqoslab ishlatmaslikka harakat qilinglar. Shunda tushunarliroq bo'ladi va sizlar mavzularni eslab qolasizlar. Savollarni yozib olinglar. Keling sizlar bilan полностью rodlarni qanday qilib винительный падежda ishlatishimizni ko'rib chiqamiz. Demak, bizada женский род. Женский род вообще a, ya va мягкий знак bilan tugaydi. Agar bizada винительный падежda so'zlar a yoki ya harflari bilan tugaydigan bo'lsa, demak, u yoki yu ga o'zgaradi. Как будет ruschasiga, например, sotib olmoq. Sotib olmoq rus tilida bu покупать. Demak, men sotib olganman, oldingi safar men fe'l ishlashni o'rgatganman. Shuning uchun hozir osonroq bo'lishi kerak. Я покупаю. Я покупаю. Endi bizada, например, sumka bo'lsin. Sumka bizada a harf bilan tugayapti. Demak, biz uni u ga o'zgartirishimiz kerak. Nimani sotib olganman? Sumkani. Ni qo'shimchasi kelsa nima bo'lyapti? Sumku. Tushunarli deb umid qilaman. Mana. Yokida bizada misol uchun so'z bo'lsin, как семья. Семья это oila. Misol uchun bizada men oilamni yaxshi ko'raman desam, я люблю oilamni. Demak, семья bizada ya harfi bilan tugagandan keyin yu ga o'zgaradi. И у нас будет семью. Demak, oilamni ni qo'shimchasi bizada keldi. Мягкий знак bilan женский rodda tugaydigan so'zlar umuman o'zgarmaydi. Umuman men x qilib qo'yaman, demak hech nima qo'shish shart emas, o'shani o'zi holatida qoladi. Misol uchun, men eshikni ochaman rus tilida я открываю дверь. Nimaga o'zgarmadi? Chunki bizada dverь женский rod мягкий знак, biz hech nima qo'shmaymiz va so'zni o'zgartirmaymiz. Buni yozib olishinglar kerak va eslab qolib, o'zingizlarning misollarni обязательно izohlarda yozib qoldiringlar. Keyingisi bu bizada мужской rod. Мужской rod bizada ikkita uchta formada ishlatiladi. Bu qanaqa? Bizada umuman olganda мужской rod bu undosh harflar, согласные буквы.
Demak, согласный bukva deganimizda ham biz ikkita gruppaga bo'lishimiz kerak. Ya'ni mana yozib qo'yaman yana. Согласный bukva. И мягкий знак ikkalasida ham bor. No, biza qanaqa qilib ishlatishimiz kerak? Мужской род винительный падежda jonli jonsizga bo'linadi. Значит, jonli одушевленный. Jonsiz неодушевленный. Qanaqa qilib ishlatiladi? Agar bizada jonli bo'ladigan bo'lsa, biza ayani qo'shamiz so'zi oxiriga. Misol uchun, men aytishim mumkin. Men akamni yaxshi ko'raman. Я люблю akamni. Biroq bizada undosh harf bilan tugadi, bizada a qo'shiladi. Я люблю брата. No, например, bizada ya kelishi kerak. Ya bizada qachon keladi? Bu bizada so'zlar мягкий знак bilan tugasa. Например, я люблю парень, bizada yigit, bu мужской род мягкий знак bo'lgandan keyin парня bo'ladi. Понятно, да? Мягкий знак bizada yaga o'zgaradi. No, bizada мужской род jonsiz so'zlar bor. Umuman hech nima o'zgarmaydi, hech nima qo'shmaymiz. Misol uchun, men yangi telefon oldim deylik. Я sotib oldim, kupila. Telefon sotib oldim desam, telefonni biz jonsizligini bilamiz, мужской rodligini bilamiz. Shuning uchun biz hech nima qo'shmaymiz. И у нас будет я купила telefon. Demak, bu bizada мужской rod undosh harflar bilan tugallangan harflar bilan o'zgarish formalari. Endi bu bizada undosh harflar. Endi bizada boshqa forma. То есть, agar bizada so'zlar a yoki ya harflari bilan мужской rodda tugaydigan bo'lsa, bu bizada 5 ta so'z. Это папа, дядя, дедушка, мужчина, юноша. Ularni hammasini demak biza u yoki yuga o'zgartiramiz. Men bittalar yozib qo'yaman, chunki bu eslab qolinadigan. Значит, bizada дядя, дядю, папа, папу, дедушка, дедушку, мужчина, мужчину, юноша, юношу. Men jajuni tepaga yozib qo'ydim, chunki bittagina shunda bizada yu bo'ladi, qolgan hammasida u, chunki ya bilan tugagani uchun yu, a bilan tugagani uchun u. Men umid qilamanki, sizlarga bu tushunarli va buni yozib olishinglar kerak. Keyingisi bu bizada средний род. Средний род bizada o va ye harflari bilan tugaydi. Va biza bilamiz, средний род bu jonsiz, ya'ni jonsiz hech qachon винительный падежda umuman o'zgarmaydi. X qildim, ya'ni hech nima qo'shmaymiz va hech nimani o'zgartirmaymiz. Misol uchun, men derazani ochaman desam, я открываю окно. Derazani ochaman. Yoki-da men dengizni yaxshi ko'raman. Я люблю море. Море bu dengiz, jonsiz, средний род. Shuning uchun biz hech nima qo'shmaymiz va hech nimani o'zgartirmaymiz. Maslahatim yozib va eslab qolinglar. Keyingisi bu bizada когда savol, ya'ni qachon. Когда kelganidan keyin undan oldin biz hafta kunlarini bilishimiz kerak-da. Значит, bizada, например, dushanba это понедельник. Lekin dushanba kuni demoqchi bo'lsam, понедельник. Dushanba kuni yoki-da bizada seshanba bor va вторник. Следующее в среду.
В четверг. В пятницу. В субботу. В воскресенье. И dam olish kunlari va выходные. Demak, agar siz rus tilini tez va oson, qisqa vaqt ichida o'rganmoqchi bo'lsangiz, meni o'zimni kursim bor, onlayn kursim. U yerda siz bemalol rus tilini qisqa vaqt ichida tez o'rganishingiz mumkin. Agar sizga to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, men sizlarga ilova qoldiraman videoni tagida. O'sha ilova orqali o'tib, ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Ism, familiya va raqamingizni qoldirsangiz, mana shuni kesib qo'yib qo'ysa bo'ladimi? Qoldirsangiz, sizlar bilan bog'lanishadi va to'liq ma'lumot berishadi. Demak, qaranglar, когда, ya'ni qachon kelib, hafta kunlariga nisbatan ishlatiladigan bo'lsa, bizada v понедельник nimaga? Bizada v понедельник bo'ldi. Demak, полностью понедельник bizada мужской род va hech nima qo'shilmayotdi. Faqat hafta kunlaridan oldin обязательно v предлоги keladi. Va вторник bu ham hech nima qo'shilmadi, chunki мужской род, lekin nimaga va вторник bo'ldi? Chunki вторник ahamiyat berilayotgan bo'lsa, bizada вторник qilib o'qiladi. Вторник deb biz aytmaymiz, shuning uchun biz va вторник deb aytishimiz kerak. Agar o'ni ishlatmasdan ishlasak, вторник bo'lib qoladi. Bu bizada noto'g'ri. V среду nimaga u bo'ldi? Chunki bizada sreda женский род, женский род ani biz uga o'zgartirishimiz kerak. В четверг bizada мужской род, shuning uchun hech nima qo'shilmaydi. В пятницу женский род, shuning uchun bizada u. В субботу, chunki bizada женский род, shunga yana u. В воскресенье bizada средний rod umuman o'zgarmaydi va hech nima qo'shilmaydi. Va выходные bu dam olish kunlari. Demak, dam olish kunlari bizada ko'plik va hech nima qo'shilmaydi. Buni yozib eslab qolishinglar kerak. Endi bizada rus tilida tomosha qilmoq va qarab turmoq fe'li bor. Ya'ni ikkalasi ham bitta fe'l bilan ishlatiladi. Bu смотреть. Смотреть. Tomosha qilmoq va ko'rmoq, qarab turish ma'nosida. Demak, смотреть, ya'ni tomosha qilish bo'lganda, смотреть что bo'ladi. Ya'ni nimani tomosha qilmoq. Filmni, kinoni, serialni, komediya va hokazo. Значит, я смотрю film. Man film tomosha qilyapman. Ko'rasizlarmi? Nimaga bizada hech nima qo'shilmadi? Filmni tomosha qilyapman. Ni qo'shimchasi kelgandan keyin мужской род jonsiz bo'lganidan keyin hech nima qo'shilmaydi va o'zgarmaydi. Lekin, например, man komediyani tomosha qilyapman desam, я смотрю komediyu. Nimaga bizada yu bo'ldi? Chunki komediya bizada женский rod, женский rod bizada a yani u yuga o'zgartiramiz. Ya bilan komediya tugagani uchun biz u yani olib tashlaymiz va uni o'rniga biz yuni qo'yishimiz kerak. Shunda bizada komediyu bo'ladi. U bizada tomosha qilmoq. Yozib olinglar. Keyingisi bu смотреть na что, nimagadir qarab turish yoki смотреть na кого, kimgadir qarab turish. Bu именно qarab turish, bu tomosha qilish emas. Demak, bu bizada qarab turish. Demak, как мы это используем? Bizada na qo'shimchasi, demak, na ko'makchisi kelishi kerak. Shunda bizada ya bilan ishlatiladi. Nimagadir qarab turish. Men sizlar, например, doskaga qarab turibsizlar deyman, to'g'rimi? Вы смотрите доскага, да? Доска у нас получается женского рода. Demak, обязательно na kelyapti, qo'yish esimizdan chiqishi kerak emas. Доска у нас женский род, a yana biz u yuga o'zgartirsak, shunda я смотрю на доску bo'ladi. Tushunarli deb umid qilaman. Yokida
biza aytishimiz mumkin. Misol uchun o'qituvchiga qarab turamiz. O'qituvchi bizada преподаватель bizada jonli, преподаватель bizada мужской rod. Demak, преподаватель мужской rod мягкий znak bo'lgani uchun bizada ya bo'lib ketadi. Вы смотрите на prepodavatelя. Nimaga ya bo'ldi? Chunki mягкий znak yaga o'zgarishi kerak. Prepodavатель jonli, shuning uchun bizada обязательно o'zgarish bo'ladi. Umid qilamanki tushunarli va yozib olasizlar. Endi давайте ko'makchilarni farqini bilib olishimiz kerak va bu bizada именно hafta kunlariga nisbatan qachon savolda ishlatilishi kerakligini bilishimiz kerak. Ko'chaga chiqib na понедельник emas, в понедельник deyishimiz kerak yoki в среду, в четверг, в пятницу, в субботу. Umid qilaman bular tushunarli. Bu yerda qarab turish ma'nosi kelgani uchun bizada na kelyapti. Demak, ishlatayotganimizda na bizada tomosha qilish yoki qarab turish ma'nosida ishlatiladi. Я смотрю на человека, man odamga qarab turibman. Lekin tomosha qilish bo'ladigan bo'lsa, yana qaytarib o'taman, bizada я смотрю kino bo'ladi. Ya'ni kinoni tomosha qilyapman. Keyingisi bu bizada olmoshlar, винительный падеж, ya'ni tushum kelishlikdagi olmoshlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, man ruschasiga это я, lekin mani demoqchi bo'lsanglar, будет меня. San ruschasiga ты, sani, будет тебя. O'g'il bolaga nisbatan u это он. Demak, uni demoqchi bo'lsak, bizada nima bo'ladi? Его. Как мы это скажем? Ahamiyat beramiz, его yoziladi, его aytiladi. Она это u, qiz bolaga nisbatan, и у нас будет ее. Keyingisi bu bizada biz ruschasiga это мы. Demak, bizni будет нас. Siz ruschasiga вы, sizni будет вас. Ular rus tilida они, ularni это их. Endi biza hozir sizlar bilan смотреть на bor edi, to'g'rimi? Nimadirga yoki kimgadir qarab turish. Demak, u menga qarab turibdi desam, bizada обязательно na ko'makchisi keladi va bizada на меня bo'ladi. На тебя. Uni ahamiyat berib qarashimiz kerak. На него. Qiz bolada на неё. На нас. Sizga na вас. Va ularga qarab turibdi deydigan bo'lsa, na них. Har bittasini yozib, eslab qolishingiz kerak va praktikada qo'llashinglarni maslahat bergan bo'lardim. Har bittasini ishlatayotganingizda maslahatim praktika emas, qancha izohlarda yozib qoldiringlar. Men shuni tushunaman, to'g'ri yozinglarmi, yo'qmi, o'qib chiqishga hammasiga harakat qilaman va savollarga javob berishga ham. Demak, menga izohlarda nima deb yozishinglar kerak. Полностью qanaqadir fe'l olib, ni qo'shimchasi keladigan formasini ishlatishingiz kerak. Misol uchun bizada o'rganmoq это изучать. Вот изучать fe'liga menga gap yozinglar. Izohlarda men ko'raman, qanchalik tushunarli bo'ldi mavzu yoki tushunarsiz. Misol uchun matematikani o'rganyapman, fizikani o'rganyapman, biologiyani, tarixni va hokazo qolgan fanlarni yoki qanaqadir ishni bo'lsa, demak, обязательно yozib qoldiringlar. Demak, sizlarga uyga vazifa qanaqa qilishinglar kerak. Берем, например, с вами hafta kuni, да, в понедельник. В понедельник, dushanba kuni. Demak, dushanba kuni nima qilishinglarni yoki любой boshqa hafta kunini olib yozinglar. Nima qilishinglarni, o'zinglarni planinglarni menga izohlarda yozib qoldiringlar. Chunki, например, в понедельник men magazinga boraman yoki uyga vazifa qilaman, uyda o'tiraman, maktabga boraman, universitetga, ishga yoki nimadir qilishinglarni yozib qoldirsanglar,
Men shunda bilaman qanchalik sizlarga tushunarli bo'lyapti. Plus bizada ketayotgan bo'lsanglar qayergadir ikki gлагол bilan ishlatasizlar. Я иду, например, я иду. Обязательно agar ichiga kira oladigan joylarga nisbatan ketayotgan bo'lsanglar v ni ishlatib, ichiga kira olmaydigan joylarga nisbatan na ni ishlatib, винительный падеж ishlatsanglar bo'ladi. Men ketyapman magazinga desam, v magazin bo'ladi, ichiga kira olmayman. Shunga bizada v ishlatiladi. Va magazin bizada mujskoy rod, jonsiz bo'lgani uchun hech nima qo'sha olmaysizlar. Shuning uchun hech nima o'zgarmadi. Или я иду ishga desam, na работу. Nimaga работу bo'ldi? Работа bizada женский rod. A yani biz uyga o'zgartirsak, shunda a uyga o'zgardi va работу bo'ldi. O'zinglarni planinglarni menga 5 ta gap bilan izohlarda yozib qoldirishlarini iltimos qilgan bo'lardim. Shuni tushunaman. Sizlar o'zini tushundinglarmi? O'zinglar ham ko'rasizlar. Boshqalarning gapiga ahamiyat berasizlar, balki ularning xatosini ko'rib, ularga javob berishinglar mumkin yoki nabarot. O'shaning uchun yozishlarni iltimos qilgan bo'lardim. Agar siz rus tilini baribir tezroq, osonroq va qisqa vaqtda o'rganmoqchi bo'lsanglar, meni o'zimning onlayn kursim bor. O'ta sizlar rus tilini tez va oson o'rganib, hamma savollarga javoblarni olishingiz mumkin. Agar sizga to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, men sizlarga ilova qoldiraman videoni tagida. Обязательно ro'yxatdan o'tinglar va to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Uning uchun iltimos nomeringlarni, isminglarni va familiyani yozib qoldirsanglar, sizga to'liq ma'lumotlarni berishadi. Agar sizlarga videolar yoqayotgan bo'lsa, обязательно menga kommentariyda izohlar qoldiringlar va men tushunaman, keyingi darslarni chiqaraymi yoki yo'q. Shuning uchun обязательно sizlarni kutib qolaman. Hammalarga rahmat. Ko'rishguncha.